Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Mana bugun kechki ujinni, kechki ovqatni nima qilishni bilmay bir narsa o'ylab topdim. Bir yaxshi ovqat o'ylab topdim. Hozir shuni tayyorlab ko'rsataman sizlarga. Bitta baqlajon to'g'radim, bolgarskiy to'g'radim, 2 dona piyoz to'g'radim. Gribi bor ekan, qo'ziqorin undan to'g'radim. Tovuq go'sht bor ekan. To'rtta tuxum ketadi, ozroq un ketadi. Hozir boshlaymiz. Hozir baqlajonni, bolgarskini, qo'ziqorin, gribini chala qilib qovurib olamiz. Hammasini solamiz. Yaklaşık 40 dakika yiyor yani. Xabirimdan mazza, свежий ovochlari xabiridan yaxshi chiqadi. Chalagina qilib qovurib olamiz. Yo'lda qovurilib bo'ldi. Mana endi ozroq sir, 100 grammdan ko'proq sir. Bunga tovuq go'shti solamiz, to'g'ralgan. 2 dona piyozimizni solamiz. Chesnak solamiz. Mana bunaqangi zelenlar bor ekan. O'shalardan solamiz. Aromat berib, ta'm berish uchun. Qovurib olgan baqlajonni, bolgarskini, qo'ziqorin, gribini solamiz. Tuxum solamiz. Tuz sepamiz. Qora murchdan sepamiz. Qizil qalampirdan ham sepib qo'yamiz. Bizda mana bunaqangi perpirov bor ekan. Shundan sepamiz. Mana bunaqangi perpirovlardan hozir ishlatamiz. Un sepamiz. Yaxshilab aralashtiramiz endi hammasini. Yana sepamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Boshladik. Mana kuzatuvchilar, bizda aladushkamiz pishdi deyarli. Buni hozir qizib turgan duxovkaga 10 minutga qo'yib olaman. Ichlari yaxshi pishib chiqadi. Mana endi kartoshkani qovurib olamiz.
Mana yog'imiz qizidi, kartoshkani yarmini solaman. Mana bizning kartoshkamiz pishdi. Mana yağlı pişti. Ayyo. Mana meni aladushkalarim pishib chiqdi. 10 minut qizib turgan duxovkaga qo'yib oldim. Endi buni dasturxonga tortib, hamma narsa bilan yesa bo'laveradi. Bismillah. Bu sharoitda tayyorlab ko'ringizlar, juda zo'r taxamam. Mazasiga gap yo'q. Osh bo'lsin. Mana. Ham chiroyli, ham nima deydi? Yeb to'ymaydigan yengilgina kechki ovqat, ujin.